قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي. Assalamu alaykum saboqdoshlar. Hozir biz 17-darsni o'qiymiz. Hamda bugungi darsimizda sizlarga o'rgatmoqchi bo'lgan mazmun masdar muavval. Xo'sh, masdar muavval degan nima? Hamda biz ilgirki soatlik darsimizda masdar to'g'risida ozroq so'zlab o'tdik. Ya'ni masdar deganimiz ish harakat ma'nosi bor, lekin vaqt uqumi yo'q. Masalan, kirish, chiqish, urush, berish deganga o'xshash. Hammasi ish harakat, lekin buningda vaqt uqumi yo'q. Hamda bu xil shakldagi masdarlarni biz arablardan anglab, shu bo'yicha qabul qilamiz. Hamda masdarning yana bir turi bor. Bugun o'rganganimiz masdar muavval, ya'ni yana bir ikkinchi bir turi. Hamda bu masdar muavval degan qanday masdar? Bu biz har qanday fe'ldan yasab chiqadigan masdar. Biz xohlagan fe'llardan yasab chiqa oladigan masdar. Qanday yasab chiqamiz deganda, biz masdar yasamoqchi bo'lgan fe'lninki muxotab shaklini akilamiz. Ya'ni masdarni birlik shaklda yasamoqchi bo'lsak, muxotabning birlik shaklini akilamiz. Aylik yasamoqchi bo'lsak, muxotab aylik birlik shaklini akilamiz. Masalan, taf'alu. Ya'ni buning oldiga an akiramiz. Bu vaqtda taf'aluning oxiridagi pash zibarga o'zgaradi. Nima uchun? Chunki an fe'l mudori'ning oxirini qanday qiladi? Zavar qiladi. Nima bo'ldi? An taf'ala. Mana bu masdar muavval bo'ldi. Qanday qilingan? Yasalgan masdar deb tushunsangiz bo'ladi. Buning ma'nosi nima bo'ldi? Qilishingiz degan bo'ldi. Qilishingiz. Demak, qilishingiz harakat, lekin bunun nima yo'q, vaqt uqumi yo'q. Mana bu masdarning ikkinchi qismi. Biz bugun o'rganmoqchi bo'lgan qism. Bu xohlagan fe'llardan mushu qoida bo'yicha chiqarsak bo'ladi. Ya'ni muxotabni akilamiz. Muxotabning birligini akilamiz, ikkilikni ishlatmoqchi bo'lganimiz nima bo'lishini akilamiz. Ya'ni biz ishlatmoqchi bo'lgan masdar ko'p odamlar uchun bo'lsa ko'plik shaklini, ikki odam bo'lsa ikkilik shaklini, birlik bo'lsa birlik shaklini. Qoida shuki, masdarga o'zgartiradigan an fe'li mudori muxotabning oldiga kirsa, oxirini qanday qiladi? Zivar qiladi. Masalan, tazhabu fe'li mudorining oxirini nima qiladi? Pash qiladi. Anning kirishi nima bo'ldi? An tazhaba bo'ldi. Ma'nosi nima bo'ldi? Berishingiz. Faqat ikkinchi shaxsga yulaymiz, ammo buningda yana vaqt uqumi qanday qiladi? Ko'tarilib ketadi. Berishingiz degan gap. Vihabun berish degan gap. Antada berishingiz. Ikkilisida nima yo'q? Vaqt uqumi yo'q. Vihab berish bu masdar sarih deb ataymiz. Bu asli masdar. Ya'ni arablardan biz anglab qabul qilgan masdar. Antadhabachu biz yasagan masdar. Bu masdar muavval. Har qanday fe'lni yazsak bo'ladi. Masalan, antaktuba yozishingiz, antadriba urushingiz, antajlisa o'ltirishingiz deganga o'xshash. Ya'ni anna kirib yasaymiz. Diqqat qilgan shuki, oxirisini nimaga o'zgartimiz? Zivarga o'zgartimiz. Mana bu bizning bugungi darsimizdagi birinchi mazmun. Ikkinchi mazmun lamut ta'lil o'rganamiz. Illat, sabab uchun keladigan lamni o'rganamiz. Masalan, sinfdan nima chiqding desa, suv uchun chiqdim. Ya'ni shu uchun degan gap nimani bildiradi? Lamut ta'lil bildiradi. Masalan, lima kharajta min al-fasl. Sinfdan nima chiqding? Lima, nima uchun chiqding? Kharajtu chiqdim li ashraba shay. Çay üçün chiqdim. Li ashraba. Bu har qanday fe'l mudori'ni oldiga akasak bo'ladi. Buningdagi qoida shuki, bu fe'l mudori'ning beshiga kirsa, bu fe'l mudori'ning oxirini qanday qiladi? Zavar qiladi. Shuna ashrabuni oldiga akasak li ashraba. Azhabuni oldiga akasak li azhaba. Berish uchun, yezish uchun li ashraba, qanday qilishni yezish uchun, li aktuba yezish uchun deganga o'xshash. Ya'ni an va lamut ta'lil fe'l mudori'ni qanday qiladi? Yansib, zivar qiladi dedi. Bu bir qoida. Ya'ni an masdarga o'zgartiradigan an. Endi ikkinchi o'rgatmoqchi bo'lgan mazmun mundu. Mundu bu harfi jar. Ya'ni bu ismning oldiga kirib, shu ismning oxirini qanday qiladi? Zir qiladi. Endi buning ma'nosi biri degan ma'nosi bor. Masalan, ma ra'aytuhu mundu usbu'in. Ma ko'rmadim men, ma ra'aytu ko'rmadim men uni bir haftadan beri. Ma ra'aytuhu mundu yawmil jum'a. Ko'rmadim men uni juma kunidan beri. Mana bu shunga o'xshash. Xo'sh.
Bugungi darsimizdagi asosli mazmunlar shu, qolgan qo'shimcha mazmunlarni biz darsning oraliqida so'zlab boramiz. Oldi bilan biz yangi so'zliklar bilan tanishib chiqaylik. El-kelimatul cedide. Yeni sözler. Utletun. Tatil. Tatil. El-amul muqbil. Kiler yili. El-am yil muqbil. Kildigan deyen gap. Kelgüçü deyen gap. Kildigan yil. Yani kiler yili. El-zubabu. Çivin. Zubbanu çiviller. Misru. Misir. Hudu'un. Tiniç. İ'lanun. İlan. Ehlun. Ehli deyen gap. Mesela ehli beyz öy ehli. Ehlul qarya was kanat ehli degan o'xshash. Ehlul Medine Medine ehli degan o'xshash. Zarfun. Buning bir ma'nosi konrat lipap degan ma'nosi bor, yana bir zarfunninki sharoit degan ma'nosi bor. Zarfun, zuruf sharoitlar degan gap. Ya'ni sharoitim yaravermadi desak, degandagi sharoit zarf deb ataymiz. Ad-dawda'u varangchurun. Asha'u kashlik tamaq. Asha'u kashlik tamaq. İlacun davalash. Kasallarni qana qilish, davalash. Samaha ruxsat qildi, yo'l qo'ydi degan ma'nosi bor. Yasmahu ruxsat qiladi. Zara yazuru ziyorat qildi, ziyorat qiladi, yo'qladi, yo'qlaydi. Bada'a yabda'u boshladi, boshlaydi. Amkana yumkinu mumkin bo'ldi, mumkin bo'ladi. Baqiya yabqa qaldi, qaladı. Yani baqiya nisf saat desek yarım saat qana qildi, qaldi degandiki qaldi. Basaqa tükürdi, yabsuqu tükürdi. El-dersu sabi'a aşar. 17. ders. Bismillahirrahmanirrahim. Bu o'qituvchilar Ammarning o'tiridagi dialog. Lima kharajta min al-fasli ya Ammar? Ey Ammar, sinfdan nemishqa chiqding? Ammar. Kharajtu li ashrab al-ma. Suv ichish uchun chiqdim. Kharajtu chiqdim. Li ashrab yerdagi lam qanday bo'ldi? Lamut ta'lil lami. Va lima kharaja Yasirun ma'ak? Va nemishqa chiqdi Yasir sen bilan? Ve kharaca liyaghsila wajha. O çıktı yüz üçün yüzünün yüzüne. Yani yüzünü yüz için çıktı. Ya ustadu, ey ustaz. Ana uridu en eclise huna amamak. Ey ustaz, ben halayman en eclise olturuşni bu yerde oldunuzda. Yani asli eclisu. En ekiriş arkalık bu söz nime gözgerttik? Mesler gözgerttik. En kirgen iken bunun arkasından bo'ldi, zvar oldu. Yani o'ltirish degan bir masdar gözgerdi. Men xohlayman o'ltirishni bu yerda oldingizda. Maq'adi ba'idun ank. Maq'adi o'rnim sizdan qanday yiroq. Wa min hunak la ara ma taktubu ala as-sabura. Oyadan la ara ko'mayman ma taktub. Medike ma mavsula. İlgirki dersimizde gelgen mavsula. Yazgan neresini doskuğa. Yani yazgan neresinizde doskuğa. Men ayaden doskuğa yazgan neresinizde la ara körmeyi vatamen. Yumkinuke. Yani emkene mümkün buldu dok. Emkene mümkün buldu. Yumkinu mümkün buludu. Yani mümkün buludu sizge en teclise ulturuşunuz hune bu el-an. Yani mümkün buludu sizge o'ltirishing'iz bu yerda hozir. Hozir bu yerda o'ltirsangiz bo'ladi. Mumkin bo'ladi degan bo'ladi deb tarjima qilsanglar bo'ladi. Hozir bu yerda o'ltirishingiz mumkin bo'ladi degan bo'ladi. Hada maq'adu Hamzata. Bu Hamzaning o'rni. Va huwa g'oibun mundu usbu'. O g'oib, ya'ni yo'q bir haftadan beri. Isma'u ya abna'i. Anlanglar ey balalarım. Tebda'u utlatus sayf ba'da shahr. Başlanıdı yazlık tatil. Sayf degan nima? Yazlık.
o'tlar bo'lsa ta'til. Yazliq ta'til bir oydan keyin. Ayna tadhhabuna fi hadhihi al-utla? Qayaga barsalar bu ta'tilda? Ba'du tullab o'quvchilarning ba'zisi nuridu an nadhhaba ila biladina. Xohlaymiz berishimizni, qaranglar, berishimiz deb nima o'zgartdi? Masdarga o'zgartdi. Berishimizni yurtlarimizga. Ayna turidu an tadhhaba anta ya Hashim? Ey Hashim, sen qayaga berishni xohlaysiz? Qarang. An tadhhaba deb nima o'zgartdi? Masdarga o'zgartdi. Uridu an adhhaba ila Misr. Misrga berishni xohlayman. Lima turidu an tadhhaba ila Misr? Nima uchun xohlaysiz berishni Misrga? Uridu an adhhaba ila Misr li azura akhi alladhi yadrusu fi jami'ati al-Azhar. Xohlayman berishni Misrga. Li azura yo'qlash uchun qarindishimni alladhi yadrusu o'qiydigan fi jami'ati al-Azhar universitetida. Ya'ni Azhar universitetida o'qiydigan qarindishimni yo'qlash uchun Misrga berishni xohlayman. Wa ayna turidu an tadhhaba anta ya Yusuf? Ey Yusuf, sen qayaga berishni xohlaysiz? Uridu an adhhaba ila Londona. Xohlayman Londonga berishni. Ala turidu an tadhhaba ila baladik? Yurtingizga berishni xohlamamsiz? Naam, shundaq. La uridu an adhhaba ila baladi hazihi as-sana. Xohlamayman yurtimga berishni bu yil. Uridu an adhhaba ila Londona li adrusa al-lugha al-ingliziyya hunak. Xohlayman berishni Londonga o'qish uchun ingliz tilini o'shaydi. Ya'ni Oshiyada ingliz tili o'qish uchun Londonga berishni xohlayman. Ala yumkinuka an tadrusa al-lughata al-ingliziyyata fi baladik? Ala istifham la nafiya. Mumkin bo'lmamdu o'qishingiz ingliz tilini yurtingizda, baladik yurt do'la degan gap. Naam, shundaq. La yumkinuni. Mumkin, menga mumkin bo'lmaydi. Zalik ashu. Lianna ahli baladi, chunki yurtimning ahli yadrusuna al-lughata al-fransiyya. Chunki yurtimning ahli degan nega gap? Mening davlatimning ahli kishilari, ya'ni yurtimning kishilari o'qiydi fransuz tili. Va la yadrusuna al-lughata al-ingliziyya, va o'qimaydi ingliz tili. Fi ayyi kulliyatin turidu an tadrusa fil 'am al-muqbil ya Marwan? Ey Marwan, qaysi fakultetda xohlaysiz o'qishni kelar yili? Ya'ni kelar yilda. Ey Marwan, kelar yilda qaysi fakultetda o'qishni xohlaysiz? Uridu an adrusa fi kulliyat ash-shari'a. Xohlayman o'qishni shariat fakultetida. Fi ayyi kulliyatin turidu an tadrusa anta ya Musa? Ey Musa, qaysi fakultetda xohlaysiz o'qishni siz? La yumkinuni an adrusa bil jami'ati fil 'am al-muqbil. Mumkin bo'lmaydi menga an adrusa o'qishim universitetda kelar yilda. Zalika ashu li'annani maris, chunki men kasal. Wa uridu an adhhaba ila al-wilayati al-muttahidati lil-ilaj. Va xohlayman berishni Viloyat al-Muttahida Amerikaga davolanish uchun. Shafakalloh, Alloh sizga shifolik bersin. Ya ustaz, ey ustaz, yakadul jarasu yarinnu. Tas qoldi, ya'ni yakadu az qoldi, tas qoldi. Qo'ng'iroq tas qoldi, qo'ng'iroq chilinadi degan gap. Qo'ng'iroq chiling'iri az qoldi. Arju an tasmaha lana bil khuruj al-an qabla an yakhruja tullabul akharun. Umid qilaman ruxsat qilishingizni. Samaha yasmahu tasmahu. An tasmaha bo'lsa ruxsat qilishingiz. Umid qilaman ruxsat qilishingizni bizga. Bil khuruj chiqishqa hozir. Qabla ilgari
chiqishdan o'quvchilar boshqa. Ya'ni boshqa o'quvchilarning chiqishidan ilgari yoki boshqa o'quvchilar chiqishdan ilgari hozir chiqishga bizga ruxsat berishingizni umid qilaman. Baqiya 3 daqiq. Qoldi 3 minut. 3 minut qoldi. Yumkinukumul khurujul an. Mumkin bo'ladi sizlarga chiqish hozir. Ya'ni hozir sizlar chiqsanglar bo'ladi. Ukhruju bihudu. Tinch. Tinch chiqinglar. Bidanga bilan gap. Tinchlik bilan chiqinglar. Xo'sh, unda bo'lsa tekstimiz bu yerda oxirlashdi. Sizlar tekstda bugungi darsimizdagi masdar muavvalni muloyiza qilgan asosda tekstni o'qinglar. Tamarin ko'nikmalar. Birinchisi ajib anil as'ilatil atiya. Tuvandagi savollarga javob bering deydi. Bu tekstga asosan berilgan savol javoblar bu sizlarga kundagi darsdagi o'xshash topshiriq. Ikkinchisi iqro ma qalahu Humayun lil mudarris. Humayun o'qituvchiga degan narsani qaranglar. Bu yerda allazi manisda. O'qing ma qalahu dedi uni Humayun. Ya'ni Humayun degan narsani o'qing. Kimga? O'qituvchiga. Thumma andin keyin to'ldiring bosh o'rinni tuvandiki ala dawi zalik. Ashuningki bo'yicha. Demak, tekstga Humayun o'qituvchi degan gapni bir o'qiydi ekansizlar. Shu bo'yicha bu bosh o'rinni to'ldirsizlar. Bu misraga qanday topshiriq? Masalan, yuridu Humayun xohlaydi Humayun ay yajlisa o'ltirishni shundaqo amamal mudarris. Lianna maq'adahu chunki uning o'rni ba'idun anil mudarris. Xo'sh, qolganicha tekstni o'qigandan keyin o'zingizlar. Mushuning qasasan to'shqizsizlar. Üçüncüsü yes'alul mudarrisu kullan min at-tullab hada sual deydi. So'raydi o'qituvchi hammasidan o'quvchilardan bu savolni. Ayna turidu an tadhhaba fi utlati as-sayf. Yazliq ta'tilda nega berishni xohlaysiz? Nega berishni xohlaysizlar? To'rtinchisi yes'alul mudarrisu kullan min at-tullab hada sual deydi. So'raydi o'qituvchi hamma o'quvchilardan mush savolni. Fi ayyi kulliyatin turidu an tadrus? Qaysi fakultetda o'qishni xohlaysiz? Beshinchisi yas'alul mudarrisu kullan min at-tullab hada sual. O'qituvchi hamma o'quvchilardan mush savolni so'raydi deydi. Limaza kharajta min al-fasl? Sinfdan nima chiqdingiz? Deydi fa yaqul an deydi kharajtu li muxtaran min al-asbab at-taliya. Tuvandagi sabablardan tanlagan holatda. Ya'ni va taktub هذه على السبورة وتكتب هذه على السبورة deydi. Va yezildi bu doskaga deydi. Doskaga buni yozdi ekan o'qituvchi, qaranglar. Sinfda lima kharajta min al-fasli deb so'sam, sizlar mushu sabablarning birini tanlab javob berasizlar. Kharajtu min al-fasli li ashrab al-ma. Zvar o'zgartimiz ha. Fe'l mudari'ning oxirini harfi lam ta'lil kirgandan keyin. Limadha kharajta min al-fasl? لأدخل المرحاض. لماذا خرجت من الفصل؟ لأغسل وجهي. لماذا خرجت من الفصل؟ لأذهب إلى المدير. لماذا خرجت من الفصل؟ لآخذ دفتري من زميلي. ديگanga o'xshash o'zingizlar xohlagan bir sababni qilib buni ishlab baxsanglar bo'ladi. Qaranglar. Yunabbihu al-mudarrisu at-tullab li wujubi nasb al-fi'li ba'da lam at-ta'lil. Nihayat muhim, ha? Yunabbihu agahlandırdı o'qituvchi o'quvchilarni vojibligini fe'lni zir o'qishiningki lamut ta'lildan keyin. Ya'ni lamut ta'lildan keyin fe'lni zivar o'qishni, zivar. Fe'lni zivar o'qishining vojibligini o'quvchilarga o'qituvchi agahlandırdı deydi. Yunabbihu degani nima? Agahlandırdı. Oltinchisi iqro mayali. Tuvandagilarni qanday qiling o'qing deydi. Xo'sh. Tuvandagilar jumlada hammasiga masdar muavval berilgan. Shunga diqqat qilgan asosda o'qib tarjimasini qilasizlar. Uridu an azhaba ila al-mustawsaf. Xohlayman berishni, qaranglar, ambulatoriyaga. Ya'ni ambulatoriyaga berishni xohlayman. Nasitu an aqula laka shay. Unutdim deyishni sana bir narsa. Ya'ni sana bir narsa deyishni qanday qildim? Unutdim.
Uridu an ahfadal Qur'anal Karim. Xalayman yodlashni Qur'on Karimni. Ya'ni Qur'on Karimni yodlashni xalayman. Nasitu an aktuba dars. Dars yozishni unutdim. Uridu an adrusa al-lughatal arabiyya li'annaha lughatul Qur'anil Karim. Xalayman o'qishni arab tilini. Chunki u Qur'on Karimning tili. Xo'sh, qolgan o'zingizlar tarjima qilinglar. 7-si ajib anil as'ilatil atiya musta'milan an. Tövəndəki suallara cavab verin. Ən işlətgan halda. Xoş. Birincisi, Əynə turidu ən təzhəbə fi utlətis sayf? Yazlıq tətildə qayaga berishni xalaysiz deydi. Əmdi, yazlıq tətildə yurtumğa berishni xalayman. Yazlıq tətildə Türkiyəyə berishni xalayman. Yazlıq tətildə Misrga berishni xalayman. Nim desək, muşnuğa mas qılğan bir cavab qılsaq. Məsələn, uridu ən əzhəbə. Çoxum ənnə kirib cavab verimizə. Berishni. Uridu ən əzhəbə ilə Misr. Uridu an adhhaba ila Turkiya. Uridu an adhhaba ila baladi deganga o'xshash. Lima turidu an tadrusa al-lughat al-arabiyya? Nima uchun xohlaysiz arab tili o'qishni? Uridu an afhama al-Qur'an. Qur'onni tushunishni xohlayman deganga o'xshash. Ma'a man turidu an tal'ab? Ma'a man kim bilan turidu xohlaysiz o'ynashni? Kim bilan o'ynashni xohlaysiz? Uridu an al'aba ma'a Muhammad deganga o'xshash. Qolganini o'zinglar mushu bo'yicha ishlab boqinglar. 8-si iqro'il amfilatal atiya li lamit ta'lil deydi. Lamit ta'lilning tuvandagi misollarini o'qing deydi. Biz lamit ta'lilni darsning beshida tushuntirib bo'ldik, ha? Shuni tushungan bo'lsangiz diqqat qilinglar. Nadrusul lughatal arabiyyata li nafhamal Qur'anal Karim wal hadis nabawi ash-sharif. O'qiymiz arab tilini, Qur'on Karimni tushunish uchun va والحديث النبوي الشريف Peygamber Aleyhisselam'ınki sözünü qanda tushunish uchun linafhama qanda qilish uchun tushunish uchun qamal mudarrisu liyaktuba ala sabura qopti o'qituvchi yozish uchun doskaga yozish uchun qaran liyaktuba lam kirgandan keyin oxiridan bo'ldi zivar kharajtu min al-fasli li ashrab al-ma sinfdan chiqdim suv ichish uchun ذهب أبي إلى جدة ليشتري سيارة. Ketti dadam Ciddiga setevelish uchun mashina. Ya'ni dadam Ciddiga mashina setevelish uchun qanday qildi? Ketti. Liyashtariya. Lam. Xalaqanallohu ta'ala lina'budahu. Xalaqana. Yaratdi bizni Alloh taala lina'budahu. Uningga qanday qilishimiz uchun, ibodat qilishimiz uchun. Xo'sh. Lamut ta'lilni tushungan bo'lsangiz, buning qolganini o'zingizlar ishlab boqing. 10-si ajib anil as'ilatil atiya musta'milan lamut ta'lil deydi. Lamut ta'lil. Lamut ta'lilni ishlatgan holda tuvandagi savollarga javob bering deydi. Qaranglar. Lima dakhaltumul mat'am? Oshxonaga nima ish kirdinglar? Dakhalna linashraba shay deganga o'xshash. Cho'qim lamut ta'lilni oxiriga kiramiz. Kirgandan keyin oxiridan bo'ladi, zivar bo'ladi. İkincisi qaranglar. Lima kharajta min al-madrasa? Maktabdan nima chiqding? Kharajtu li ashtariya kitaban yoki li ashtariya daftaran xalqani desak bo'ladi. Lima zahabta ila qaryatika yawm al-jumu'a? Nimishqa barding kantinga, ya'ni mahallanga juma kunisi? Zahabtu ila qaryati li azura ahli, ya'ni ahlimni uydagilarni qana qilish uchun, ziyorat qilish uchun badim. Xo'sh. Bu aslida keyni berilgan sizlar lamut ta'lilni qo'shadigan fe'llar. Mushuni qo'shib jumlaga mas holatda yuqorida men ishlab berganga o'xshash ishlasanglar bo'ladi. Bu sizlarga topshiriq. 10-si ta'ammal mayli. Tuandagilarni qanday qiling? Muloyiza qiling. La yumkinuka. Mumkin bo'lmaydi sizga. Mumkin bo'lmaydi sizga qarang. Ya'ni la yumkin, mumkin bo'lmaydi. Kap kelsa mumkin bo'lmaydi sizga. La yumkinuka an tajlisa huna. Mumkin bo'lmaydi bu yerda o'ltirishingiz. Ya'ni bu yerda o'ltirsangiz bo'lmaydi. Hada maq'ud Uthman, bu Uthmanning o'rni. Yumkinuka an takhruja min al-fasl al-an. Mumkin bo'ladi sizga chiqishingiz sinfdan hozir. Qaranglar, bu yerda yumkinu deb kelsa mumkin bo'ladi degan bo'ladi. Yumkinuka bo'lsa mumkin bo'ladi sizga degan bo'ladi.
Yumkinukel xuruj min al-fasl al-an. Mumkin bo'ladi sizga chiqish hozir nimadan? Sinfdan. Ayumkinuni an akhudha hadhihi al-majallata ila al-bayt. Mumkin bo'lamdi menga an akhudha elishim bu jurnalni uyga. Ya'ni uyga elib elishim bo'lamdi. Bu yerda yumkinuni deb ishlatsanlar bo'ladi, yumkinu deb ishlatsanlar bo'ladi. Hammasi shunda, ammo ma'nosi mumkin bo'ladi menga degan bir ortiq ma'no chiqadi, ammo o'xshash mazmunni ifodalaydi. Abi marid, dadam kasal. Abi maridun jiddan, dadam bek kasal. La yumkinuhu an yadhhaba ila al-masna. Mumkin bo'lmaydi uningga berishi zavodga. Ya'ni uning zavodga berishi mumkin bo'lmaydi. Hada yumkinu va hada la yumkin. Bu mumkin bo'ladi va bu mumkin bo'lmaydi. Ya'ni bu bo'ladi va bu bo'lmaydi. Shu ma'noda keladi. Bu bo'ladi va bu bo'lmaydi. Hada yumkin va hada la yumkin. 11-si ta'ammalil amthilata limunzu deydi. Munzuning misollarini mulohaza qiling deydi. Biz darsimizning boshida buni tushundik. Ya'ni beri degan ma'nosi va buning qoidasi keyin kelganisini qanday qiladi? Zir qiladi. Bu harfi jarning qatoridan. Ma ra'aytu Muhammadan mundu yawmil jumu'ati. Ko'midim Muhammadni juma kundan beri yawmini nima qildi? Zir qildi. Huwa g'oibun mundu usbu'in. O bir haftadan beri yo'q. Naskunu fi hadal bayti mundu sana. Turimiz bu uyda bir yildan beri. Huwa maridun mundu ruju'ihi min baladihi. O kasal. Yurtidan qaytgandan beri. A'rifu hada şeyha mundu 5 sanavat. Tunuyman bu şeyhni 5 yildan beri. 12-si ta'ammal mayli. Töndekilarni qanday qiling? Mulohaza qiling. Xo'sh. Huwa yara, u ko'radi. Anta tara, siz ko'rasiz. Ana ara, men ko'raman. Nahnu nara, biz ko'ramiz. Xo'sh. Endi yada'ul mudarrisu ashya ala maktabihi. Qo'yadi o'qituvchi narsalarni o'zining ustiliga. Aw yoki yarasumu ala saburati ashya yoki sizidu doskaga narsalarni va yasalu kullam min at-tullab va so'raydi o'quvchilarning hammasidan maza tara ala al-maktab ustal ustida nimani ko'ryapsiz yoki doskaga yozgan bo'lsa maza tara ala sabura doskada nimani ko'ryapsiz deb so'raydi. Va yujibu at-talib va javob beradi o'quvchi va yaqul va deydi ara qalaman va kitaban va sa'atan. Yani doskaga nimani yozgan bo'lsa, ustal ustiga nimani qo'ygan bo'lsa deydi. Demak, bu mashqdan nimani o'rgatmoqchi deganda, shu arab yilnisini ishlatmoqchi. Ya'ni ara kitabak kitobani ko'ryapman, ara qalaman qalamni ko'ryapman, ara sa'atan soatni ko'ryapman deganga o'xshash. Yara u ko'rdi, anta tara siz ko'rasiz, ana ara men ko'raman, nahnu nara biz ko'ramiz. Bu o'xshash 14 turga turinadi. 13-chi mashq ta'ammal mayli. Töndekilarni mulohaza qiling deydi. Endi biz samaha yasmahun o'rgandik. Ruxsat qildi, ruxsat qiladi. Endi buning masdar muavvalga o'zgartgan vaqtimizda qarang. Urid arju an tasmaha li bil julusi huna. Umid qilaman ruxsat qilishingizni kimga? Menga bil julus o'ltirishga bu yerda. Menga bu yerda o'ltirishga ruxsat qilishingizni qanday qilaman? Umid qilaman. Arju an tasmaha lahu bil khuruj. Umid qilaman ruxsat qilishingizni lahu kimga? Uningga bil khuruj chiqishga. Uning chiqishiga ruxsat qilishingizni qanday qilaman? Umid qilaman. Arju an tasmaha lana bid dukhul. Umid qilaman ruxsat qilishingizni bizga kirishga. Arju an tasmaha li Hamidin bi ziyaratik. Umid qilaman ruxsat qilishingizni Hamidning bi ziyaratik. Sizni qanday qilishiga? Yo'qlishiga. Ruxsat qilishingizni umid qilaman. Xo'sh, buning ishiltish o'rni mana shu jumlalardan oydinlashdi. 14-si hadihi asma'u fusulis sana. Bu yillar fasllarining ismlari. Ash-shita'u qish, qish fasli. Ar-rabi'u bahor fasli. As-sayfu yoz fasli. Al-kharifu kuz fasli. Kuz. Xo'sh savoqdoshlar, unda bo'lsa bugungi darsimiz mushada oxirlashdi. Inshaalloh kelarki soatlik darsimizda ko'rishaylik.
Assalomu alaykum.